Salom foydakashlar, bugun sizlar bilan NFT haqida ma'lumot olamiz. NFT nima? NFT bu mana shu akkauntimdan ko'rib turgan 9 ta mana shu narsalar bu NFT hisoblanadi. Bu NFTlarni siz bemalol akkauntingizga qadab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. NFT haqida to'liq ma'lumot olish uchun esa Telegramga kirib, NFT pastchizig foydakash Telegram kanalini qidirib topasiz. Aynan mana shunaqa qilib yozsangiz, bizning NFT pastchizig foydakash Telegram kanaliga kelib chiqadi. Mana shu Telegram kanaliga o'tamiz va o'tganingizdan so'ng esa mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Obuna bo'lgandan so'ng qadalgan xabar ustiga bosasiz va mana shu postlarni birin-ketin o'qib chiqasangiz siz NFT haqida to'liq ma'lumot olasiz. Bu yerda siz tayyor NFTlarni o'zbek so'mida sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Ishonchli va hech qanaqa aldovlarsiz o'zimizda o'zbek so'mga mana shunaqa chiroyli NFTlarni Dadaxon Telegram admini orqali bemalol sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizga ham NFTlar kerak bo'ladigan bo'lsa, NFT pastchizig foydakash Telegram kanaliga o'ting.